Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Bugun men sizlarga Kichkina shahzoda asaridan parcha so'zlab bermoqchiman. Bu asarda kichik bolakay Changalzorda yashaydi. Unda u ko'plab voqealarni boshidan o'tkazadi. Bir kuni u Changalzordagi bir g'orda bir kitob topib oladi. Uning birinchi betini ochganida bir bug'ma ilon bir yirtqich hayvonni bo'g'izlab o'ldirib yeyotgani aks ettirilgan edi. U keyin esa birinchi marta qo'liga qalam va qog'oz olib birinchi raqamli rasmini chiza boshladi. Birinchi raqamli rasmi shlyapaga o'xshab qoldi, ya'ni u filni ilonni ichida qilgan edi va bo'yagan edi. Keyin esa u kattalarga bu qo'rqinchlimi deb so'radi. Kattalar bu shlyapadan nimaga qo'rqamiz deb e'tiroz bildirishdi. Keyin esa u umrida ikkinchi raqamli rasmini chiza boshladi. Ikkinchi raqamli rasmida shlyapa edi, lekin unda fil tasvirlangan edi. U yerda hech shlyapa joyi bo'yalmagan edi. Keyin esa borib kattalarga ko'rsatganda bu ham qo'rqinchli emas deyishdi. Keyin esa bola ulg'aydi, katta bo'ldi. U ixtirochilikka qiziqqan edi. Ixtirochi bo'ldi va havo shari yasadi. Havo sharida uchib dunyoni kezdi. Bir kuni bir cho'lda aylanib yurganida havo shari buzildi va cho'lga quladi. Cho'lga tushganida uning bir haftalik suvi va bir haftalik oziq-ovqati bor edi. U yo men shu yerda shu havo sharini tuzataman yoki shu yerda halok bo'laman dedi. U bir haftaga qolmay havo sharini tuzatib bo'ldi va uchib ketdi. Cho'l yaqinidagi bir shaharga qo'ndi. U yerda qaroqchilar bor edi. Qaroqchilar uning havo sharini tortib olishdi va uni cho'lga haydashdi. Cho'lda u birinchi kun yotib qoldi. Turganida uning yonida Kichkina shahzoda bor edi. U ingichka ovozlari bilan menga qo'zichoq chizib ber deyotgan edi. Keyin esa bu kimning ingichka ovozi, mening uyqumni kim buzdi dedi. Keyin esa Kichkina shahzoda uni uyg'otib bu men Kichkina shahzodaman, men boshqa sayyoradan tushib qoldim dedi. Menga qo'zichoq chizib bersang men uni boqaman dedi. Keyin esa men yaxshi chizishni bilmayman dedi. Keyin u rozi bo'ldi, lekin men yaxshi chiza olmayman dedi. Umrida 3-chi rasmini chiza boshladi. Birinchi rasmi xuddi qo'zichoqqa o'xshadi, lekin shoxlari tishlarigacha o'rmalab ketgan bo'ldi. Ikkinchisida u bilmay g'ishtning rasmini chizib qo'ydi. Uchinchisida va nihoyat qo'zichoqning rasmini chizdi. Faqat oyoqlari ingichka edi. Keyin Kichkina shahzoda unga menga quti bilan arqon bering dedi. Shun bilan ular baxtli hayot kechirishdi. Qadrli kitobxonlar, bu asarni o'qishingizni tavsiya qilaman. Bu asar Do'stlik tuman axborot kutubxona markazida mavjud va juda qiziqarli asar. Men sizlarga bu asardan kichik parcha aytib berdim. Agar bu asarni to'liq o'qib chiqsangiz, bu juda qiziqarli asar va sizlarga maroqli bo'sh vaqtingizni maroqli hordiq bilan o'tkazdiradigan yaxshi asar.